Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolisi transformer komplektimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Transformer Chesteri 4 ta g'aladondan iborat shkafi. Shkafni ko'rib turibsizlar, 3 qanotdan iborat. Parchagadan tushuntirib beramiz. Razmerlarga keladigan bo'lsa, manejimizdan boshlaymiz. Manejimiz razmeri shu holatdagi 130 ga 80 lik bo'ladi. Ichida bortiklari, pashaxonalar, hamma narsasi qo'ygan narximiz ichida bo'ladi. Ham tebranadigan bo'ladi, ham balonchigi bor tagida. Keyinchalik cho'zilganda 80 ga 180 bo'lib qoladi. Ikkita reshotkasi olib cho'zilinadi. Mana shu turishiga bir tomondagi panjarasini olib spanliga ulasa ham bo'laveradi. Yani to'liq ma'lumotlar aloqaga chiqqanida beriladi. Xudosi bunimiz Chesterimiz, Chester 4 ta g'aladondan iborat bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Chesterimiz mexanizmlari davodchik, tepasida pastga bu yoqqa tushadi-da, bola yo'rganligini, pampersini alishtirib netgani kattayadigan holatda. Shkafimizga keladigan bo'lsa, shkafimiz 3 qanotdan iborat, tagida ikkita tortmasi bo'ladi. Eshigida polkasi 3 ta, 4 etajli bo'ladi. Eshiklari vakuumli. Vishilka iladiganimizni 2 qator qilib qilingan. Tagida tortmasi bor. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsa, eniga 1.20 lik bo'ladi, balandligi 1.95, ichi chuqurligi 45 sm bo'ladi. Manzilimiz O'zbekiston, Andijonda joylashgan. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab qo'yilgan narx, mebelni narxi, dastavkasi masofaga qarab alohida kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xolisi pastda nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Yana qanaqangi savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yana batafsil tushuntirib beramiz. Manejimiz ichidagi narsalar polni shu narxda ichida. Pashaxona to'shaklari, hamma narsasi inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqib o'zingizlar mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin.